Tiz og'riqlari, artrit, artrozni boshlanishiga bugun mashq qilib beraman. Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Sabina Po'latova, yoga terapevt. Birinchi tushuntirib o'tib ketay, nimaga bizga mashqlar kerak. Juda xato gap, mif, что tiz og'risi ishlatmay turish kerak, ayash kerak, nagruzka berish kerak emas. To'g'ri, nagruzka berish kerak emas, lekin harakat juda ham kerak. To'g'ri harakat kerak. Ayniqsa tizada qanaqadir muammolar bo'lsa, уже juda ham yaxshilab ahamiyatli bo'lish kerak. Gрамотный trener topish kerak, чтобы shu tizaga yana ham ko'proq zarar yetkazib qo'ymaslik uchun. Bizga mashqlar juda ham kerak. Tizi o'zi nimaga og'riydi? Kam harakatlidan. Kam harakatlidan sinovialная жидкость tizani o'zini suyuqligi chiqmay qo'yadi. U chiqmay qo'ygandan keyin xrящик ingichkalashib boshlaydi, keyin уже yemirilishlar boshlanadi. Bizi tepasidagi mushaklarni, o'sha tizani tepasidagi pastidagi boldirlarni mushaklarini ishlatsak, o'zi sinovialная жидкость chiqib, oziqlantirib, pitать qilib boshlaydi. Asosiysi tizni nima yomon ko'rishini bilib olsak bo'ldi. Qaysi harakatda yomon ko'rishini, shuni избегать qilib, ehtiyot bo'lib mashqlarni bajarish kerak. Juda diqqat bilan darsni ko'rib olinglar va mashqlarni diqqat bilan eshitinglar. Undan tashqari yana aytib o'tib ketmoqchiman, что bizni mashqlar qilsak, o't qopi yaxshi ishlasa, o'sha yetmayotgan moddalar, kalsiymi, D3mi, yetmayotgan moddalarni yetkazib turadigan joyiga, o'sha sustavlarga, suyaklarga yetkazib turadigan, yondiradigan mashqlar kerak aslida. Yana o't qopi masalan yaxshi ishlamasa, u bizada uni singdirib beradi. Mana ichayotgan badlarimizmi, o'sha D3 mahsulotimi, D3 bor mahsulotlar yoki kalsiy yoki kalsiyga boy mahsulotlarni yeganimizda o't qopimiz uni parchalab singdirib beradi, lekin singdirayotganda mashq qilmasa, u suyaklargacha, bo'g'imlargacha yetib bormaydi. Shuning uchun mana yoga mashqlari qanchalik foydali, biz buralish mashqlarini qilamiz. O'sha qo'l ko'tarish, o'sha o't qopi yaxshi ishlab, dimlanmasdan yaxshi ishlashi uchun mashqlar qilamiz. U o'z vaqtida o'sha D3 va kalsiylarni singdirib beradi. Joyiga singishi uchun yaxshilab mushaklarni ishlatamiz va o'sha suyak kapillyarlar bilasizlarmi? Juda ham ingichka, sochdan ingichka bo'ladi. U kapillyarlardan o'sha kalsiy moddasi yetib borish uchun mashq kerak. Mashqsiz u ahamiyat beringlar, kim kalsiy ichyapti, teri qurib ketadi. Chunki hayotida sport yo'q, hayotida yoga yo'q, teri qurishni boshlaydi. U yetib bormaydi suyaklargacha, o'sha teriga urib yuboradi, bo'ldi. Shuning uchun bugungi mashqlar juda ham shijashi. Agar o'sha artroz boshlangan bo'lsa, hali tizi qotib qolmagan bo'lsa, agar даже o'sha qotib qolgan bo'lsa, даже mashq qila olmasak, просто xayolan qilvanman deb tasavvur qilib 1 millimetrga siljitib qimirlatib ko'rsak ham, u ham foyda beradi. Bugungi mashqlar o'zi ko'proq artroz boshlanishiga, artrit, tiz og'riqlariga, juda ham katta stepenli bo'lsa ham harakat qilib ko'ringlar baribir. Mana o'sha tajribamda juda ham ko'p ayollar даже bukilmay qolgan tizilar yoki tos bo'g'imlari ishlab ketgan yoki o'zini ustida ishlagan, juda ham zo'r joylarga borib, ishlab, imminni mashqlar bilan tiriltirib tizi ishlab ketgan, lekin baribir oxirigacha buklanmagan, lekin yogada u oxirigacha oldin qanaqa bo'lsa, shunaqa buklanib, полноценный hayotga qaytganlar bor. Shuning uchun sizlar bilan bo'lishkim keldi. Kelinglar, mashqlarni boshlaymiz. Birinchi mashq shundoq stulda o'tirib mashq qilamiz. Iloji bo'lsa balandroq stul bo'lsin yoki balandroq joyga o'tiringlar, oyoq osilib turgani yaxshi. Osilmasa ham ilojini qilsa bo'ladi. O'tirib olamiz. Birinchi mashq tizi qayerga qarab tursa, oyoq o'sha yerga qarab turish kerak. Hamma mashqda
Bu mashqda tizi to'g'riga qarab turibdi, oyoqlar ham to'g'riga qarab turibdi. Oyoq to'g'riga qarab turibdi degani ikkinchi, uchinchi barmoqni orientirga olamiz. Ikkinchi, uchinchi barmoq to'g'riga qarash kerak, katta barmoq emas. Chunki tizi buklanganda tekis buklanishni yaxshi ko'radi. Agar uni saqal burab turib buklasak, даже sog'lom tizi ham latayishi mumkin, travma olishi mumkin. Shuning uchun har doim ahamiyat beramiz. Ikkinchi, uchinchi barmoq to'g'riga qarab turibdi, tizi to'g'riga qarab turibdi oyoqlarni ko'taramiz. Birinma-ketin. Oyoq osilib tursa nimasi yaxshi? Что dekompressiya bo'ladi, saqal o'zini og'irligida bo'g'imli saqal ochiladi. Ochamiz, oyoqni ko'taramiz. Shaqillayaptimi? Demak, saqal uchini to'g'rilaylik. Nimadir noto'g'ri ketyapti. Agar bunda tizi to'g'riga qarab turib, oyoq saqal ochilgan bo'lsa, sharaq-shuruq qiladi menda ham. Shuning uchun harakat qilaylik, shaqillamaslik uchun. Harakat qilamiz. Nafas olganda ko'taramiz oyoqlarni, nafas chiqarganda pastga tushiramiz. Nafas olganda ko'taramiz, nafas chiqarganda tushiramiz. Men bilan birga bajaringlar. Oxirgacha tekislanmasa, agar o'sha artroz kuchliroq stepen bo'lsa, oxirgacha tekislamasdan yana qaytib buklagan, u ham to'g'ri keladi. Nafas oldik. Nafas chiqardik. Nafas oldik. Nafas chiqardik. His qilib, butun diqqatimizni o'sha tizalarda ushlab, qat'iy vnimaniyani yig'ib e'tiborimizni qaratib tursak, o'sha yerda qon aylanishi yaxshi bo'ladi. Qon aylanish yaxshi bo'lsa, tizi o'zi oziqlantirib, o'zini o'zi tikla oladi. Keyingi mashq buni 10 marta, 15 marta bajaramiz. Oyoqlarni saqal kengroq qo'yib, oyoqlarni endi tashqariga ochib boshlaymiz. Ochganda harakat qilinglar, tizani ham o'girib, oyoqni barmoqlari o'sha aytganimdek tizani bir tomoniga qarab turishi kerak. Agar bu yerda shaqillab, qanaqadir diskomfort bo'lsa, bu mashqni o'tkazib yuborsanglar ham bo'ladi. Agar buni to'g'ri bajara olmasanglar. O'sha tizi to'g'ri harakatni yaxshi ko'radi. Ayniqsa artrit, artrozda tizi to'g'ri harakatlansa bo'ldi. Menga darslarimga, offlaynga, onlaynga artrit, artroz shunaqa tashxislar bilan kelishadi. To'g'ri bajarilsa bo'ldi. Yana bitta-ikkita usul bor. Masalan, kuchli buklanganda og'riq bo'lmasligi uchun uni batafsil kursimda o'rgataman. Unga ko'p vaqt kerak o'rgatishga. Bugungi efirimizda vaqti yetmaydi. Молодцы. Ozgina tashab qo'yamiz, prям harakat qilamiz, что oyoqni og'irligida tashab qo'ydik. Agar stul baland bo'lsa, tashab qo'yamiz, saqal dam olamiz, turamiz. Keyingi mashq oyog'imizni o'sha barmoqlar oldinga qarab turadi. O'sha ikkinchi, uchinchi barmoq. Tovon ровно orqaga. Ahamiyat beringlar, o'zi oyog'imiz как бы uchburchak desa ham bo'ladi. Shuning uchun oyog'imiz to'g'riga qarab turibdi deganda katta barmoq to'g'riga qarab turmaydi. Ikkinchi, uchinchi barmoq o'shani mana shu tovonni orqasi ровно orqaga qaraydi. Oyoqlar такой легкий косолапие qilayotgandek. O'sha to'g'ri holat. Shuni yaxshi ko'radi tiza. Oyog'imizni orqaga ko'taramiz endi. Orqaga buklaymiz, bitta oyoqda turib. Agar artroz kuchli bo'lsa, unda bu mashqni o'tkazib yuborasizlar. Bitta oyoqda turish man etiladi artrozda. Artritga mumkin. Orqaga ko'taramiz. U oyoq. Xohlasanglar, давайте bitta oyoqni bajarib olamiz. Bitta oyoqni buklaymiz. Prям butun diqqatimiz o'sha ishlayotgan mushaklarda. O'sha effektini oshirib beradi. Samaraliroq bo'ladi mashq. Xayolimiz boshqa yoqda, telefonda bo'lsa, u unaqa effekt bermaydi. Ko'tarayotganda prям qaysi mushaklar ishlayapti, shu oyoqni qaysi mushak ko'tarib beryapti. Qaytib qo'yamiz yana. Ko'tardik. Tepada nafas oldik. Nafas chiqardik. Ongli ravishda осознанно bajarsak, samarasini tezroq ko'rasizlar. 10-15 marta bu oyoqga bajarib, boshqa oyoqga turamiz. Hali ham o'sha легкое косолапие
и ko'targanda o'sha ровно tovon orqaga ko'tarilyapti. Yogada o'zi og'riq yo'q, yoga terapiyada ayniqsa через og'riq, через боль qilinmaydi. Og'riq bo'lyaptimi, sal qaytish kerak yo даже mashq qilmagan ham yaxshi. Yoqimli bo'lishi kerak. Masalan, teparoqga ko'targanda og'riq bo'lyapti, sal oxirigacha buklanmasa yaxshimi? Demak, shundoq qilish kerak. Prям o'zini eshitish yoga. Ko'tardik, tushirdik, ko'tardik, tushirdik. Endi yana tos chanog'ini tortamiz. Yaxshilab sonni ham yondiraylik. O'shanda sinovialniy жидкость yuvaradi tizaga. Bu yerda yana ahamiyat beramiz o'sha легкая косолапие, ikkinchi, uchinchi barmoq to'g'riga qaragan, tovon ровно orqaga. Tekis oyoqni ko'taramiz. Tekis oyoqni. Tos chanog'ini tortamiz, mana bunaqa emas. Belni o'ynatib tashlamaymiz. Tos chanog'ini tortamiz degani bu tos chanog'ini tortish. Уже boshqacha ishlaydi mushaklar. Qorin tortiladi orqaga. Orqaga. Butun diqqatimiz ishlayotgan mushaklarda. o'n marta bajaramiz и boshqa oyoq. Oyoqni to'g'ri qo'ydik, ровно tovon orqaga qarab qo'yinglar. Barmoq qaysi barmoq to'g'riga kelyapti? Ikkinchi, uchinchi barmoq. Tos chanog'ini tortib turamiz. Ja baland ko'tarilmaydi tos chanog'ini o'zimizga tortsak, prям orqa sonni, orqa mushaklari ishlayapti hozir. Buni ham 10 marta bajaramiz. Молодцы. Mana shu mashqlarni muntazam bajarib yuring. Buni ertalab ham, kechqurun ham bajarsa bo'ladi. Albatta ahamiyat beringlar, og'riq bilan emas, yengil bajaramiz. Aslida o'zimda revmatoidniy artrit, artroz, osteoporoz bo'lgan. Xudoga shukr, shuni mashqlar bilan yengganman. Hech qanaqa lecheniya olmaganman, hech narsa surmaganman, hech qanaqa ukol olmaganman. Faqat mashq bilan tiklaganman. O'zimga yordam bergani uchun boshidan o'tgan tabib deyshadi-yu, o'zimdan bo'lgan narsani tuzata olganim uchun mashqlar bilan o'zim o'sha yoga terapevtligiga ham o'qiganman, odamlarga yordam beray deb men onlayn kursni ochganman. U yerda batafsil hamma narsa tushuntiriladi, hamma xavfsizliklar, hammasi, hamma o'ziga mos mashqlarni bajaradi. Kimda qanaqa diagnozlar bo'lsa, bizda chatimiz bor, 24 ga 7 savollarga javob beraman. Shaxsan o'zim mashqlarni kompleksi juda ko'p, uni o'ziga moslashtirib, o'ziga как menyu qilib oladi, o'sha grafik bo'yicha mashqlar qilinadi. Agar baxtli men loyihamga, baxtli ayollar klubiga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, onlayn bajarib shu muammolardan qutulmoqchi bo'lsangiz, mana bu videoni tagida silka qoldiraman. O'sha silkadan o'tib bizga murojaat qilsanglar bo'ladi yoki mana shu nomerdagi Telegramdan yozinglar. Albatta sizlarga javob beramiz. Hech kim hali, hech qaysi kommentariy, hech kim hali javobsiz qolmagan. Hamma savoliga javob oladi. Sog'lig'imiz o'zimizning qo'limizda ekan. Bee'tibor bo'lmanglar. Albatta mashq qilinglar. Keyingi dars nima muammolarga yechim bo'lsin? Обязательно kommentariyda yozib qoldiringlar. O'shanga qarab men video chiqaraman, sizlarga foydali bo'lsin deb. Hammaga xayr. Keyingi darsgacha.